Aholini ro'yxatga olish nima uchun kerak? Maqsad aholini ro'yxatga olish to'g'risida. O'zlarining xabarlarim bor. Mana prezidentimizning farmonlari, qarorlari, qonunlari chiqildi. Vazirlar Mahkamasining qarori asosida, 212-qarori asosida ish olib boryapmiz. Hamma joyda targ'ibot tashkilot ishlarini olib boryapmiz. Bundan maqsad nima? Maqsad oldimizda turgan eng katta prezidentimizning ishonchini oqlashimiz kerak. Chunki sababi hamma mana o'zlarining xabarlaring bor, aholi soni, mana o'qiydigan muassasalar, har xil ular aholi ko'payib, o'qish muassasalari, poliklinikalar, bolnitsalar, bog'chalar kamayib boryapti. O'shaning uchun Birlashgan Mamlakatlar Tashkilotining tavsiyasiga ko'ra 10 yilda bir marotaba aholini ro'yxatga olish o'tkazilib turmasa, aholi soni ham hamma narsa o'z-o'zidan muvozanatini yo'qotadi deb tavsiya qilingan. Milliy statistika qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan grafik asosida Qarshi davlat universitetining talabalariga Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi tomonidan davra suhbati tashkil etildi. Yig'ilishda so'zga chiqqanlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-fevraldagi O'zbekiston Respublikasida 2022-yilda aholini ro'yxatga olishni o'tkazish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 16-martdagi aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati hamda aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishda targ'ibot ishlarini olib borish ustuvor yo'nalishlardan biri ekanligi haqida alohida ta'kidlashdi. Men Qarshi davlat universiteti tibbiyot fakulteti talabasiman. Bizning universitetimizga viloyat statistika boshqarmasi xodimlari kelishdi va universitet talabalari bilan davra suhbatlari olib borishdi. Davra suhbatining asosiy mazmuni aholini ro'yxatga olishga qaratilgandi. Bu haqida bizga qator ma'lumotlarni berib o'tishdi va bundan tashqari biz bu jarayonda o'zimiz ko'ngillilar aktiv qatnashishimizni ham bildirib o'tishdi. Shuningdek, aholini ro'yxatga olishning tashkiliy va metodik tamoyillari, dasturiy texnik ta'minoti hamda ma'lumotlarni qayta ishlashning texnologik jarayonlari, xorijiy davlatlar tajribalari va shu kunga qadar bajarilgan ishlar, kelgusida amalga oshirishi lozim bo'lgan vazifalar to'g'risida batafsil ma'lumotlar taqdim etildi. Tadbir so'ngida talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollari bo'yicha mutaxassislardan javob olishdi. Bundan keyingi amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar haqida kelishib olindi.